Bodring qatoridamiz akalar, kenajonlar. Bodring tilla bilan teng bo'lib qoldi deb eshitdim. Xudo xolisa. Bodringlar 300 so'm sotilgan bodringlar. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Nechi pul aka? 21 ming. Ha? 21 21 ming. ming so'm bodring aka. Qayoqniki? Vodiniki 21 ming so'm. Gap yo'q aka. Alloh bozoringizni bersin. Bodring 21 ming so'm. Bodring 21 ming so'm. Bu bodringlar kimdan aka? Assalomu alaykum. Opajon nechi pul bu? 20 ming. Mashi 20 mingmi? Ha, o'sha 20 ming. Namincha aka, qayerdan olindi bunaqa narxlar? Sitrusda qimmat. Assalomu alaykum. Taqsim tuzimiz nechi puldan qilib berasiz bu itlarni? Qaysilar? Mana bularni. Sotilgan bu. Sotildi. Nechi puldan ketdi aka? Narxi yo'q. Narxi yo'q. Etilmi sira? Videoga olmaysiz. Ya, mayli aka. Bitta ko'ringlar o'zi, molni ko'rsa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ogam Ferozning ekanlar, narxni oniligi nerealni qilib ko'rasizlar. 20 ming so'mdan 21 ming, 23 minggacha olmoqda bodringlar. Xo'p. Xudo xolisa. Assalomu alaykum. Oga ormay, nechi pul chiqdi? 17 ming so'm. Gap yo'q. Qayoqniki bu? Qayoqniki? O'zimizniki, Toshkentniki. Toshkentniki yegan ko'ryapsizlarmi? Bodringlar nechi pul chiqdi? Bodring aka. Bu kimdan bu? Xullas bodringning narxi realni ko'tarilib ketgan. Lekin o'ta baland. Food City bozoridamiz xullas.